Qo'limda turgan remen Shinrai T30 modelining remenli motorniki. Fazliddin akam bokslarga kelgan Shinrai T30 modelini remenini ahvolini ko'rishingiz mumkin. Yetib kelgan, uzilib ketgan. Akamgilar просто tak o'chib qoldi mashina deb yana qo'shimchasiga zavod qilishgan. Shuni orqasidan mashinaligini golovkasi qizib ketgan. Klapanlari qiyshaganning hisobiga golovkalari qizib ketgan. Shu hisobiga mashinani polniy golovkalarini remont qilib, klapanlarni yangilab ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda bo'lgan и kolsalarini yangilab qo'yib berilyapti. Bittagina remenning orqasidan shuncha rasxodga tushyaptilar. Remenli motor haydaydigan akalarimizga remenligini vaqtida alishtirib yurishligini tavsiya qilamiz. Mabodo uzilib ketadigan bo'lsa, joyida to'xtatib, ustasini chaqirib remenini alishtirishinglarni tavsiya qilamiz. Bizda vizov xizmatlari ham bor. Xolasanglar Keles filiali, xolasanglar Qumariq filialida. Nalichida remenlarimiz ham bor. Xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Changan sentrga murojaat qilaverasizlar. Remenli mashina haydaydigan akalarimizga remenlarni vaqtida alishtirishinglarni tavsiya qilamiz.